faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Şinjan yoshlar o'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romani. Bu roman Biliqut shirkatida ovozga elinib, Biliqut to'rida anglatildi. Qorong'u dehqon uyiga ushtumtut cho'lpon kelib tushdi. Süpürüksiz şaltaq kigiz ustiga tuyuqsiz ipar yağdı. G'am g'ussa to'monlar qaplagan bir qorong'u ko'ngilni birdala muhabbat nurlari yo'ritdi. Qag'jirg'in qalblar cho'lida hayot bahori kamal topdi. Ular qanchalik quchoqlashdi, qanchalik suyishdi bo'lg'ay, buni hech kim bilmaydi. Kigizda kichikkina so'zun qon izi turadi. Ularni misqilib bir-biriga ta'tir qarshi oldi. Bir qizning mahalliga yolg'iz otliq kelib, Ziyovuddinning hovlisiga kirib ketganini, o'stangda Kashko'ldan suv elayotgan Muxtarboyning cho'nkilini hammadan burun ko'rdi. Ajoyib yasangan, ajoyib chiroyli bir qizning ajoyib egar jabduqlari bilan o'ynaqlab turadigan otni minib, bo'ytaq yosh yigitining hovlisiga kirib ketishi ajoyib cho'ng ish. Kelin alaqsada bo'lib, ikki chelak suvni tosh to'nga qo'ydi-da, yog'liqining murisiga tushib qolishi qaramay, ko'ni kashini shipildatib uyma-uy kirib, bu cho'ng ishni xabar qilib bo'ldi. Go'yo Ulug'oxonning uyiga o'g'ri kirgandagidek, Olabaytalning cheriklari ziyakni bog'lab ketgandagidek, cheriklar ikki balani etib atgandagidek, mahalla ayollari balalarini qo'ltiqlari qisishgan. Ko'ni chaponlarini yepinchaqlashgan. Ko'ni pima kalashlarini so'rashgan holda ko'chaga chiqishdi va Ziyovuddinning uyiga qarshib, yaqinlarini tutishib to'g'ri qilishdi. Bu zamonning qizlarida hayo yo'q. Shahar qizlari degan shu. Poh, April oyimdan qilishmoqdak. Nurini oshnis izlab chiqibdimi? Nikoh qilg'izmaganmi texi? Ayollar hal so'ragan bo'lib, tilak tilagan bo'lib, qurt so'ragan bo'lib, ba'zilari Ziyovuddinning uyida neni bo'lmasa non yiqib berayli degili kirgan bo'lib, kayni-kaynidan kirishib panjaradan ostan marashdi. Ulardan bir nechisi so'yishayotgan yoshlarni ko'rib, kashining tushib qolgani qarmay, vayrasvochilik deyishib, Qushnochimning uyiga yugurishdi. Ba'zilari Nurini tillashib, o'lib ketgan Rayhongulning o'g'lining shikoyat qilib yig'lashdi. Lekin ularning to'lisining oshnalari bor. Ular eg'illarda, qig'ning, chig'ning, tamning daldillarida oshnalari bilan oldirab tinab ishni tugitib, ishtonlarini ko'tirib, alaqsada bo'lib qaytishyapti. Bu ishlar ular uchun ayib emas. Shahardan bir qizning yigitini izlab chiqishilar cho'ng gunoh. Hayosizlik, buzuqchilik, nomussizlik. Mana bu yezi odati, taranchi axloqi, Uyg'urlarning fikr qilish odati. Hatta bu ishqa mahalli imomi bilan muroqazama aralashdi. Zina qilibdimishma? Dedi imom uzun qashir ostidagi yo'g'on ko'zlarini qozga erinchaklik bilan lap qilib tashlab qo'yib. Mushtak turib, ha? Shariatda chalmikisa qilindi zinaxo'rlar. Mushtak tursa, dedi qozi tasda yeyib qo'yib. Sizlar necha yoshlarda madayshakning quyruqini ko'tirgan imoma xonim? Qo'ysizlar, shumi gapmi? Qilmagan deb qasam ichamlar amsa. Nima ish qilshatdim? Qilgan bo'lsaqmi u degan balaliq. U zina emas-ku, ha? Hayvon bilan bo'lgan ish degan o'z yo'li bilan, shariat yo'li bilan emas deysizlar. Gunohsiz band yo'q jimislar bu olamda. Shu Xudoyim do'zaxni yaratgan. Do'zax degan imoni borligi bir muncha. Yuyinib, tozlanib jannatga chiqib ketadi. Kofirlar do'zaxda qilaveradi. Qozaran bu gaplarni shundoban anglab qolsa, dedi qozi imomning shig'i tegib. Do'zaxni bu dunyoda ko'rdilar imoma xonim. Shundoban tunganmish u. Yo'q, dinsiz u. İmanı bo'lmag'ini bilan insobi bor podshoh u. Ko'rdingmi, uning sharofatidan ne ishlar bo'lib, Moskviski Bobrok, Konka, elektrlar paydo bo'ldi. Xudoyim bergan shunday bangim bu dunyoning ne'matlarini. Ularning parang'i uzoqqa bormadi.
Ziyovuddin etining yaylaga 10 necha to'shqanni bog'lab, ularning oldiga keldi. Qip-qizil qilib terisidan ayrilgan 2 to'shqanni imoma xonimga sundi. Alsıla 12 tutibdimi, ikkisi zakot. Balli. İmam o'rnidan turib to'shqanga qo'l uzatdi. Har biringlar 2dan zakot bersanglar, hech yeb bo'lolmayman buni. Shunda menga 5-6 ni avat bermamlar bu ne'matdan, dedi qozi kulib qo'yib. Qozaran shaharning mubta alamlaridan bo'lib qolamlar texi. Maşallah, dedi imom uy tarafga mengib. Ziyovuddin, uyingda mehmon bormi? Nikoh o'qitish lozim bo'lib qolsa, ayt bitasa. Nima deydi? dedi Ziyovuddin qoziga 2 to'shqan berib. Balamning 40 to'shmidi, bu imomaxonim menga loyiq topganmi nima? Sana demaydi, Nurining loyiqi bir farishtalar qiz org'moq meni bo'ylonga kirib ketdi. Bu sarang imom bayla Nuri zina qildi deydi texi. Nim deydi oy? dedi Ziyovuddin kulib qo'yib. Nuri undaq qiladigan bolam edi. Ziyovuddin qashang atni deyvetdi. U ho'ylada Abdumarimning begining xaltar etini ko'rib cho'chadi. Lekin uyga kiribla uy yig'ishtirayotgan Sabihani ko'rib xushal bo'ldi. Rayhongul hayot vaqtida Mingbegining no'g'ay xotini bilan mush qizining yaxshi gapini to'liq qilatdi. Tez turdingizmi qizim? dedi u to'shqan ko'zlarini Nuriga sunib. Apingiz tinchlikmi? Uning Abdumarimning begining nomini tilga olg'isi kelmadi. Atga o't tashlab beray. Xon turib qo'yibsiz-ku o jonivorni, baygi soldigandek. O Abdumarimning begining etining eg'iz durqini chiqardi-da, o'z dushmanining etiga sinchilab qaradi. Yugan egar jabtoqlarga sap gumishdan naqshlar o'yilgan otning kang ko'ksidagi shaldirmining do'gilak ko'zining tashlari cho'tehi. Bundaq esil tashlarni Ziyovuddin bir umr ishlabmi ko'rib baxmagan. Atning qushqun ulanglarimi ajoyib chiroyli edi. Mingbegi mushi esil egarga o'ltirib, "Munu yaxshi otni menib elib odamlarga zulm salatdi." Heliq chaqda yayila uni Mingbegining bo'ylisiga bog'lab apardi. 6 dehqonni kolida qo'shaqtab Mingbegining darvosi oldidagi qeri qor yog'ochga bog'lab qo'ydi. Ziyovuddin shelaplik, qasqon shapkilik odamlar bilan birga chiqqan Mingbegiga "Abdumarka, dan to'kmaganni bog'lasang, Aysa Shangoni bog'la. Yer mening nomimda bo'lgani bilan yerni utergan. Qasam ichaman, Qur'on dassa desangmi dassayman. Menda gunoh yo'q. Bekorla tayoq yedim aka." Dividi Mingbegi uning olib qo'yib, "Darding bo'lsa, shangan yomulga kirib, dedi-da, qarabmi qo'ymasdan mush etiga minib, nagidur ketib qoldi. Ziyovuddinni qilish asqan 2 otliq, kaltak tutgan 2 piyoda yoyi heliqi dehqonlar bilan kechilab shaharga haydab mandi. Ular osh chanqigan holda har bir qadamini ta'sida yo'tkab, shaharga tongga yaqin orolga yetib keldi. Ziyovuddinning belaklari ishib ketdi. Putlar qapardi. Yayla ularga jirg'ilangning suzuk suyidan ichib olishga ruxsat qilmadi. Ziyovuddin 8 kishi yotadigan tegiga selingan bo'ris qardab ketgan bir arg'amcha bo'yi egizlikda kichikkina bir tungligi bor turmada so'roqsiz 20 kun birga cho'silarga talanib yotdi. Kunduzlari chanzlarni quyuq tiklab, sim bilan bog'lab salasun qilib qo'ygan turma o'ylasa turib, salasun yo'chqidan Mingbegining mushi etining bog'liqlik turg'unni ko'rdi. Mingbegining turmi yenidagi Shangan idorasiga cho'qim yana Ziyovuddindek begunohlarni jazolatishga arz akalganligi aniq edi. Tova, bu qanday hukumat? Odillikni chaylab payxon qiladigan nadagi zolimlarni tepib, Mingbegi yuzbiga qilib qo'ydi ekan-ku. Muni xaltar atning tili bo'lgan bo'lsa, hammani aytib beradi, deb o'yladi Ziyovuddin. U askiga qanot bo'lgan yaxshi atning egarlarini oldi. Uning o'qirg'i bog'lab, dumbillarini silab o'gizdan kanji o'ram beda tushib selib berdi. Mallarga o't selib yurgan qama o'ptalli mukchib qolgan bilan ta'sir ko'tirib, "Yaxshi boq, seni qo'g'lab yurib urishga foydasi bo'ladi", dedi ochiq tani bilan. Orqadan, "Yeni 2 ot berib edi, olmadim.
Abdumarning yilqisiga sherik bo'lib qo'yib, qolgan jenimdan ayrilmay dedim. deb qo'shib qo'ydi. Qama qizining o'lim bilan aqlidan adishib qolgan ayolni yulab uyiga elib mangdi. Ziyoddin tutilmagan bo'lsa, bu ho'ylada fojia bo'lmagan bo'ladi. Albatta, cheriklarga bu ho'ylni ko'rsatib berganmi, mush xaltar otning egasi. Shuning uchun G'anila uning piyiga tushgan. Bugun otlarini bulg'an bo'lsa, kim biladi, atog'in jinni olamdi texi. Ilohim shunda qilsiding. Ziyoddin texi Sabiha qizning beshiga kelgan kulpatlardan xabarsiz. U endi mush qizning kasofatidan aziz o'g'liga ziyon zahmat yetishidan ansiraydi. U bir amal qilib, buni ko'ngil so'rab chiqqan qizni yaxshi eti bilan yo'lga selib etish kerak. Shunda qilmasa, uning quloqi tinchimaydi. U darizdan Nurini chaqiradi. Nuri chiqqandan keyin Buni qiz yo'qlab chiqqan bo'lsa, yaxshi qipti. Qarang'i tushgich yo'lga chiqsin. Bu yerda kashqoz yo'l ansiz, havo sovuq, dedi. Biz hozirlamamiz, dedi Nuri dadasining maqsadini tushunib. Nima deysan o'y? Sen nega borasan? Sabihani urlashtirman. U uydan qochib chiqqan. Nemish qo'y? Dadasi Chiyosning o'g'liga tartib qilibdi-kan. Nima deydigansa? Ondoq bo'lsa, mashaga bo'lmasa Muxtar akamning uyiga? Yo'q, bo'lmaydi. Shaharga kirmasak bo'lmaydi. Bir otga mingishibmi? Mana men deb chinib qolasizlar-da. Biz qanday qilamiz? Otni chanoqqa tayli. Chanog'i ko'nikmi bu ot? Ko'nik bo'lmasa, tip vatavarkin chiqirdi chanini. Qaytib boqaydi amsa. Ular xaltar otni chanoq qo'shib, o'ylida haydab mengivedi, ot tinishmadi. Yan yog'ichini uzunroq qilsak, putiga tegmasala bo'ladi ekan. Zodi yaxshi otning xuyi bo'lmaydi. Namoz degardan qiz bilan Nuri boshlariga yung yog'liq o'rab, putlarini kiygiziga chumkab chanada o'ltirdi. Otqa tag'ardan qilingan palas yopiq yepaldi. Buning bilan esil egar jabduq ko'rinmadi. Ziyoddin otqa o'zi mindi. Angacha Dara bilan Baramo o'g'dan qaytib keldi. Ziyoddin ko'rakchi va tashlanmagan quloqchi bilan to'nuqsiz holga kirdi. Yung yog'liqiga o'rilib, aski tashliq sansan jo'g'uchim kelgan ishga ayol o'ltirgan chana Ziyoddinning ho'ylisidan chiqib shaharga qarab yurib ketdi. G'arbga qiysaygan quyosh bir-biriga qarashib o'tirgan ikki yoshning sovuqda qizargan yuzlarini texmi qizartgan. Chana cheksiz ketgan oppoq qor qo'ynida shundoq siliq, shundoq ritmli silkinib maqdi. Chanadagilar jo'ishchidagi ikki jup qo'l ajratqisiz bo'lib chirmishib ketgan. Ular ona yer bag'irda papilinib ketib boradi. Ular tumshuq baytoqaydan o'tib yuqoriga o'rlagandan keyin janubdagi manzara ularning qalbida mangu unutilg'isiz she'r misralari bo'lib tizildi. Cheksiz sozliq, qo'yuq o'rmon, muz ostida qolgan daryo. Üst tarafdagi oppoq ko'zni cheqib turadigan poyonsiz idarlar va tub-tuz zamin. Yuqoridagi kashki shafaqdan qizg'ish ko'rinadigan bulutlarga taqashgan oppoq cho'qalar. Ularning ostidagi qaramtul ko'rinadigan qarag'ayliqlar. O'yman baytoqayning yuqorisi tuzlang. Chana bu tuzda bir xil tavirnib mangdi. Xuddi hamma yer naqshi aytayotgandek, dunyoda xafliq, dard alam qolmagandek. Ularning ishki yenidagi oppoq qora unchilari chana ostidan sakrishib chiqib, yuzlariga urilganda paydo bo'ladigan shodlik ular uchun hayot xotirasi. Qiz sho'xlik qilib, yenidagi sut qog'oz betidek pokiz qora betiga inishib turib, Nuri bug'doy o'ri deb yozatdi. Xiyolchan Nuri ko'rib qo'yib javoban Sabiha yaqin kela deb pichirlab qo'yatdi. Ular uchun olam hissiyot, hayot she'r, turmush xushalliq, ona yurti tangdoshsiz go'zal edi. O'zining hamma ishini yaratmaydigan, o'zini boshqalardan doim to'van hisoblaydigan Nuri bugun o'zini hammaga qobil, hammadan ustun hisoblab qoldi. Uningcha hech kim uningdek baxtli emas. Go'zal qizga hech kim uningdek mahliya bo'la olmaydi.
Qizni hech kim uningdek o'ziga jalb qila olmaydi. Shundaq bir tangdishi yo'q go'zal, aqlli qiz uni yaxshi ko'rib qolgan ekan. Uning o'zini ashundaq ustun hisoblashga albatta haqqi bor. Bo'lmasa, Sabiha nima uchun boshqa birini emas, uni tanlab oladi? O'ziga ishonch, g'urur va baxt taqdim qilgan qizning nozik, muzdaq qo'llarini u yenishlab mujidi. Barmoqlarini sanadi. Qizlardan o'zini qochiraman degan irodasi xuddi to'shik yanchiq silingan oshqishdek nalargadir tushib qolgan. Rasulovning muhabbat shirin dushman degani dadasining bir to'shqan bakan, faqat birla to'shqan, oltin tezaklaydigan deganidek kulgili gap o'xshaydi. Dunyodagi lazzatlarning lazzati san muhabbat bog'lagan qizdan keladi. Mana bu to'shqan qo'rqinchoq hayvon degan haqiqatga o'xshash rost gap. She'r yoza olamsiz, Nuri? Yoza olayman. Qani o'qib beqmamsa? O'qsam o'qoy. Bu she'rni sizga beg'ishlab yozganman. Uzab tunlar atar tanglar tapolmay uyqudan lazzat. Azobda tovlanar qalbim, mushaqqat men uchun odat. Nigorim bilmagay mangu mening na uchun qochorimni. Kirib jannatni ko'rgayman, visol pasliga qilib toqat. Nima? Atlanib oldingizga chiqmasam meni jannatda ko'rmoqchimidingiz texi? Qiz batnab noz bilan ta'tir qarab oldi. Mana jannat degan shu, dedi Nuri qizning qo'lini chin siqib. Ziyovuddin quloqchisining quloqlari bilan quloqlarini chin bog'lab olgan. Yo'ngli quloqchadan uning qip-qizil ikki mangzi bilan cho'kimiz qaplagan burutlari ko'rinib turardi. U orqa qarabmi qo'ymaydi, qarashnimi xolamaydi. U yaxshi ot ustida o'zini hamma odamdan qaltis, martabalik hisoblaydi. O'tgan kechgan yo'lovchilarga yo'l bermaydi. U o'zini boshqalarga bir uyning moliya qilib ko'rsatadigan juvon, shalvur, turmucho'ruq va kigiz paypoqlarini unutib qolgan edi. Chana oxir go'zal tuzlarni tugitib, g'aravakashlar tushib tomoq yeb, choy ichadigan, mo'rt kelsa saroylarda qo'nibmi qoladigan, doim avod turadigan Gurkiratma nomli mahallaga keldi. Oshxonadan qo'yi qo'r chiqmoqda. Ur bilan lazzatli tomoqni puruq tarqalmoqda edi. Ziyovuddin chanini to'xtatdi va kayni qayrildi. Bir chindan tomoq yeymizmi, Nuri? dedi. Yo'q, dedi Nuri havoni sharat qilib. Kech kirdi. So'g'uq yomon dada, tezroq mangayli. Oshxona oldidagi mum yog'ochda yaxshi egar to'qimliq 4 ot bog'liqlik turardi. Ular amdili mengshiga xaltar ot heliqa otlarni ko'rib kishnadi va otlar tarafga tortib yenicha mangdi. Ziyovuddin devisin bo'y bermadi. Ot o'z amrohlarini to'nib qoldi deb o'yladi Ziyovuddin ansirab. U otni silkib burab mengshiga oshxonadan san jo'g kiygan biri yugurib chiqib, "Xaltar ot kishnayotdi, ana u chaniq ketibapti" deb varqiradi. Oshxonadan yana 3 odam chiqdi. Ulardan biri harbiychi juvining peshini qoyib, tapanchisini chiqardi. "To'xta!" Ziyovuddin qo'rqib to'xtadi va otdan sakrab tushib ularga salom berdi. "Assalomu alaykum, yoy begim. Ha, bu G'ani o'g'irning sheriki tutilgansan?" Ushchayi Ziyovuddinga yiqilib keldi. "To'xtama!" dedi Sabiha chandan sakrab tushib. "Ot mening. Men dadamning etini minib sahroga chiqqan. Men bo'pti endi." "Mang begining o'rimchiga mangadigan no'g'ay qizi?" dedi yoyi. "Shongdobanning xizmatiga yarg'an qiz. Shugo." Mang bega attiganlar shangan yomulda xaltar otning gapini qilgan. U surmayli minib ketdi. Shunda dadam uxlab qolgan. Sahrodagi do'stlar bilan xo'shlashib kirdim. Xaltarni chanoq kim ko'ndirdi? Ko'nikkan yoyi begim. Yaxshi otning xuyi bo'lmaydi. Otni odamga o'xshash hayvon. Askinlarning xuyi aski bo'ladi. Sana o'xshash ziyak, dedi Do'g'loq bari. Ziyak uni to'nidi. U heliqi yazliqi o'zi bilan chelishgan chelishchi edi.
Abdumarning soyisida birdamdili qilich esib yoyi bo'lib apti. Endi Ziyovuddin uning bilan cherishmaydi dedi. "Men o'qishsa, mana mundaq chani so'raydi", dedi Ziyovuddin Xaltar otni sharat qilib. "Eski ot degan hech nimaga yaramaydi. Uni bo'dab, samirtib, qiysini yesangmi ishchan surib ketadi yoyibek. Otning askisi bilan odamning askisini Xudoyim ko'rsatmasin." U otning to'shvoqlarini chingitib, channing ulg'urlarini qarab chiqdi-da, otga sakrab mindi. Otliqlarmi ular bilan bellamangdi. "Mangbegining uyiga billa boramiz", dedi cho'ng yoyi Ziyovuddinga yondashib. "Xaltarni chanidan chiqargin, avotni qo'shayli. Mangbegi ko'rsa xafa bo'ladi." "Qizidan so'rang yoyi begim", dedi Ziyovuddin otni to'xtatib. Hizvaktam degani bir do'stim bor, dedi qiz ahvolning yomonligini ko'rib. "Sizlar ketaveringlar, men otni o'zim akkiraman." "Mangbegim suydin ko'ragi borg'udak, xaltar ot bo'lmasa bora olmaydi xonim", dedi yoyla beshi. "Mayli, kiravering, biz sizni saqlaymiz." Qiz ularning odatdagi odamlar emasligini tushundi. Nurimo uni his qildi. Ular qizni izlab chiqishgan. Qizning qochib ketmasligi uchun heliq ofisterining Mangbegi bilan birlashib chiqargan odamlar edi. Ziyovuddin ulardan sezgir keldi. "G'anikan bizni yomon yerda saqlayotdi. Sizlar biz haq ekansizlar. Bekorli uning odamlarining qo'liga tushib qolmanglar yana", dedi u. Yayla beshi G'ani o'g'rining ismini anglab alaqsada bo'ldi. "Sen odam qo'rqitaman dema, otdan tush. Xaltar otni G'ani o'g'ri bulab ketmasin. Elimo Mangbegining bir uyur yeliqini bulab ketdi, shumi yeta." Ziyovuddin yetish bilmagandek etini debitib, "Jeninglardan to'ygan bo'lsanglar, menga chiqilinglar", dedi. Otliqlar pichirilishib uni yandab xeylimandi. Ular Yezvektamdan o'tdi. Ziyovuddin yomon yerga qarab etini debitdi. Xaltar ot o'kirang tashlab yurib ketdi. Yayla pichirilashdi. Oxir to'g'riqqa mangadigan yo'l bilan shaharga qarab ot choptirib yurib ketdi. Ziyovuddin yomon yer deb ataladigan keng soyga tushdi. Soyning ichidan shimoldan tushadigan suvdan paydo bo'lgan tik at to'piliq jirola, janubida qalin muz ostida daryo, daryoning nerisida quyuq o'rmonlik bor edi. Ziyovuddin "Ular askar boshlab chiqishga mangdi. Bizga hamdi oldiga menish xatarlik. Bir bo'lsa, yuqorida qo'g'inchiga o'tadigan yo'l bor. Biz muz ustidan atlab mengib daryodan o'tib qo'g'inchiga ketayli. Yana bir bo'lsa, orqamizga yenib, Xalpan mahallasi bilan ora o'stanga berib, Qosim Mirobning uyiga borayli. U odam bizga ega bo'ladi", dedi. "Qosim Mirobning uyiga borayli", dedi Nuri. Ziyovuddin otni kayniga boradi. Yezvektamdan ora o'stanga boradigan yo'l bor ekan. U shimolga otni boradi. Ular birdamdilan tabiiy qariyog'ashliqqa kiradi. Xaltar ot barg'ansira tizgin siyirib, o'ynaqlab mangmoqda edi. Ular qorong'i tushganda Xalpanning mazriga yetib boradi. U yerda 1864-yili Eli inqilobiga qatnashgan azmatlarning qabrisi va mazarlari bor edi. Ular otdan tushib Ziyovuddinning talabi bilan mazarga berib duo qildi. Xalpan mahalla o'z vaqtida 8300 begining odamlari yig'ilib, A'loxon polvonning rahbarligida shaharda bo'layotgan Manju hukmronligiga qarshi Abdurasul bey boshchiligidagi qo'zg'olonga qatnashish uchun qo'zg'algan joy edi. Rasulov G'azot dari mulki Chin dostonidagi voqealarni Nuriga ko'p qatim so'zlab bergan edi. Voqealar to'limi qiziqarli, ta'sirli edi. Nazamzod Hekim, Sodir Palvon, Abdurasul bey, A'loxon polvon, Mulla Shavkat Axunim, Ahmad Singako'z, Mahmud Pochi va yana To'qilak, Ahmulla Yuzbegilar, yana mushu Xalpan to'g'risidagi voqealar Nuriga yot edi. Mana mush qariyog'ashliqqa 83 ning qanchalik odami yig'ilgan bo'lg'aydi. Kalalar so'yilgan, qozonlar esilgan, Qur'onlar o'qilgan. Xalq zulmga qarshi ajoyib dag'dug'i bilan qo'zg'algan. Vaqt degan atqan o'q. U ishlarning bo'lib o'tganiga hash-pash degich shuncha yillar bo'pti. Zulm mushundaq ketaversa, oradan uzun o'tmay Ili tuproqida ikkinchi qatim cho'ng inqilob bo'ladi. Rasulov bir nimani bilmay so'zlamaydi-da. U chaqda bechora Ili dehqonlari Sepilg'a, O'stanga,
Van Xolu alviniga bir yilda 200 kundek ishlab, o'ziga orolli 160 kun ishlaydi ekan. Az kunda ishlab olgan ho'sulning 10dan 6 qismini hukumatga beradi ekan. Seliq ig'irlashib, dehqonlar madrayolmas bo'lib qolg'achqa, ma'zamza tekim ko'radagi Jiangjunga oshliq topshira olmagan. Jiangjun shunga uni qamab qo'ygan. Shuning bilan Ili diyoriga yangidan hokim bo'lgan Abdurasulbek qo'liga qurol elib chiqqan. Hozir Mo'shindobanning puli paxallashdi. Dehqonlarning seliqi 10 necha xilga yetdi. Seliq saysa alvan yasoq xalqning jiniga patdi. Rusulovning deyishicha, Ekinbek Xo'jamni Nezarxon Xo'jam Dotaymo Shingdobandan norozi ekan. Lekin qattiqroq tin olmaydi ekan. Chiusining degini apyun chekish, pora elish, hayonkashlik qilish, bulang-talang qilishda birinchi ekan. Yan andik kompartiyaning Mavzimin ismli odami Ju Apandi degan nom bilan Urumchiga Mariya Noziri bo'lib ketdik. U odam Shingdobanni tanqid qila oladi ekan. Rahimjon bu ishlarni nadin bildikin tan, balki rus ag'inalari deb berdigandir. Nuri dadasi bilan Sabihaga to'xtamay so'zladi. Ziyoddin balasi bilan faxrlansa, Sabiha uningdan ansirashga boshladi. Ular suyi to'nglamagan qarisoni bo'ylab tugmanlardan o'tib, janubga qaragan cho'ng darvozaning oldiga keldi. "Mana keldi, o'ylasang kirayli avval", dedi Ziyoddin otni kichik darvozaga burab. Anglavatqaninglar beli qutoridan angiltilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Ekinbek Xo'jamning o'rdisi G'ulji shahrining ichida. Darvozasi janubga qarab turadigan o'ylis kang uylari ko'p, orqada beg'aba qadimiy qo'rodi Xo'jam balachaqa, navra, xizmatchilar bo'lib nurg'un odam bilan turadi. Qo'ri oldidagi kang yo'l bilan qiblaga 100 qadam mangsala xalq madrasaga borg'ili bo'ladi. Xo'jam qilin ko'rpalarda mamuq yostiqqa yo'linib o'ltirib, birda uyning taxtayliq to'g'risiga, birda eshik beshidagi gaj bilan yasalgan chiroyli naqshlarga qarab xiyol surmoqda edi. Xo'jamning 20lardan oshgan to'limi chiroyli, axloqli deb maqtalayotgan kichik o'g'li Qiyinbek Xo'jam uningga xeyrili jiq zoyim tushganligini aytdi. Yerga qarab zoyim tarqasa, hamma yuk dehqonga tushdi. "Bu nimasi?" deb Xo'jam xafa bo'ldi. "Sepil so'qqanmi g'o'rja, o'stang chapqanmi g'o'rja, dan to'laganmi g'o'rja, vobolamasmi g'o'rjaga?" Xo'jamning ovozi ching chiqib ketsa kerak, uyga ayoli kirdi. "Nim bo'ldi, Xo'jam? Tavingiz yo'qmi?" "Yo'qsa, bu hukumatga nim bo'ldi daymana. Ha desizlar men bilan aytishidi. 2 qatim Xudo o'ngshab o'limdan saqoldim. Esingdimi xotin? Nima ish qilsimda bo'lmasin? Bechara qizim Guharbonim hozirmi turpanda mirzi qamoqda tursa?" Ular jimib qolishdi. 1937-yili 8-oyda o'lkalik hukumatning muavin raisi G'ojiniyazning cho'ng o'g'li Saydul Shavyi Bajgir Qosim Juyjang, Yunus Tingjang, Abla Damollalar bilan G'oljaga kelib, Ilining muavin doti Turdaxunbayning uyiga tushdi. Bayi mehmonlarni G'oljaning bog' yayloqlarida o'ynatdi. Qirg'iz millatidan chiqqan bu boy amaldor shuncha hasham bilan kutibmi mehmonlarni to'liq rozi qila olmadi. U G'olji baylarni mehmonga chaqirib, Urumchidan kelgan aziz mehmonlarni tanishtirdi. Saydul Shavyi tunji qatim Shavyilik nomi bilan cho'ng so'ringa kirgan Qiyinbek Xo'jamga qarabla qoldi. "Odam bolasi mundaq chiroyli bo'ladi-ku, Chochlari, qosh ko'zi, buruti, bo'ylari cho'texe. Qarang kelkisining chiroyliligini." U yenidagi Qosim Juyjang bilan Yunus Tingjangga og'iz-og'izga tegmay maqtig'ila turdi. "Oshiq bo'lib qoldilarmi nima, hey Shavyi?" dedi chaqchaq qilib Yunus Tingjang. "Qiz bo'lgan bo'lsa, uningga oshiq bo'lib qolatdim. Ammo bu kasofat o'g'il bolada. Anglasam bu bolaga o'pmoqshash ikki singlisi bordak. Cho'ngi 16 yosh, kichiki Rasma, hey turda xunaka, mayarga kelsin-a?" Semiz, do'g'loq, do'ng qapoq Saydul Shavyi o'ltirolmay qoldi.
Shu akşamla Turdaxun Bay Qasim Juyjang Yunus Tanjanglarni boshlab G'ojamning mush mehmonxonasiga elchilikka keldi. Yo'q, qizim kichik, endi 16 yoshga kirdi. 18 yoshga kirmagan qizni 40 yoshli odamga yotlaq qilsam, Shingdobanning qonunini buzgan bo'lmamdiman, dedi G'ojam ularning talabini rad qilib. Saydul Shoyining gelidan g'izo o'tmay, uxlay olmay qelyapti G'ojam. Xo'ja Niyoz raisimiz anglasimi bizdan ranjiydi-da. Lavay, u odam mening Duhar Banum qizimni ko'ribdi-kanmi? Ya G'ojam, andoq bo'lsa bu qandoq kuyuk? Har qandoq bir qizni to'g'rilasanglar bo'laveradi ekan-ku. Turdaxun Bay, G'oljida qiz ozmi? Saydul Shoyi Qiyumba G'ojamni ko'rgan, chiroyi Qiyumba G'ojamga o'xshaskan degan talabni qo'yib oldi. Lavay, chiroylik deganmi dushman? Dushman. G'ojam xafa bo'ldi. Elchilar noiloj qaytishdi. Saydul Shoyi bu shum xabardan qattiq xafa bo'ldi. Chog'liqqa G'olji Baydir, dedi u ko'kirib tatirib. Qumullarni nini banolarni ekin bag'ujiq bergan u. Bu G'ojam ajab bir qizni oyab ketibdi. Saydul Shoyining talabini Turdaxun Dotang Chiyosining bilan Sovet konsuli Dobashimga aytdi. Sening bilan konsul G'ojamni chaqirib, qizining gapini yana tilga oldi. Men 16 yoshli qizimni erga bermayman. Chiyosining bilan Dobashin janoblariga taqdim qilaman, dedi G'ojam tamdek tatarg'anchi soqollarini titirdi. Qolgan ishlar endi sizlarning, qizimning otasi endi sizlar. Nəhayət katta to'y bo'ldi. Bo'g'i fermasidan Sirojiddin Baymi keldi. G'ojamning bu bayi mehribon kuyovli qizini uzitib Hasan degan odamlar bilan Urumchiga bordi. Bir oydan keyin G'oja Niyoz xoin deyilib qo'lga elindi. Urumchidan qaytib kelayotganda Sirojiddin Bayni ikki inisini qo'shib shaharga kirmasdan tutdi. Hekimba G'ojamni G'oja Niyozga qizini bergan xoinga chetishliq deb qo'lga elish uchun chaqirdi. Turdaxun Baylumu shu gunoh bilan qo'lga elindi. G'ojam hamma gap bo'linib ayiblangandan keyin Lavay, Chiyosining men qizimni Dobashin konsul bilan ishkillarga berganman. Yo G'oja Niyozning o'g'liga berdimmi? deb so'radi. Chiyosining duduqlab qoldi. Tenib olay desa Dobashin hayot edi. G'ojam aman qoldi. G'ojam oyimga qaradi. Oyim qizi uchun azoblanib yig'lamoqda. Qizi hozirmi Ostona degan yerda marzi qamoqda. Uning nima gunohi bor? U ketgandimi zari qaqshab ketgan emasmidi? Gunohsizlar jazolanadigan jahannam bu ya. Yuqur qishlarni G'ojam oyim bilan aslab bo'lib, Tungallar tasliq qolgan meni aytib ha oyim, dedi. 1933-yili Tungallar G'o'lji shahrini bir hafta so'rganda ularni odam tutdi, o'ldirdi. Tuyuqsiz 10 qurolliq Tungan G'ojamning mushi o'rdisiga besib kirib, G'ojamni bog'lab elib mangdi. Sen o'rising odami, ma! Shahar ichidan G'ojamning qo'llarini bog'lab piyoda mang'uzib, tashlabga bozoriga kelganda 4 o'qatchi Xanzo yugurib kelib, Tungallarning oldin to'rab, Hacim Tayjin tutishqi bo'lmaydi, etishqi bo'lmaydi. Uyg'urlar qo'zg'aladi. Bilamsizlar, Qardongda hozir dehqonlar qo'zg'aldi. Bu yerda Tungan ko'pmi, Chantu ko'pmi? DVD Tungan qurolliqlarining boshlig'i Xanzolarni silkib, "Qaranglar bo'lmasa, menish, bu degan o'rising odami, u bizga dushman", dedi. Xanzolar, "Hacim Tayjin yaxshi odam. Manjular mazam hacimni tutgan. Oxir o'zlari tugashdi. Sizlarmi mushundoq bo'lsalar?" dedi va ularga agishib, Taxtyun mahallidagi Tungan qo'mondonlik shtabiga kelib, Hoji Tunga Hekimba Xo'jani tutishga, etishga bo'lmaydi, dedi. Hoji Tung, "Men Nezarxon Xo'jamni tutishga buyruq bergan. Hekimba Xo'jamni nima ish tutibsizlar? Bu aqlni kim ko'rsatdi? Aytolsin", deb buyruq berdi. Xo'jamni tutgan boshliqlar shu xo'ylidala aytildi. Shu kun kechda G'ojamning qizi dadasini ko'rgili, atrang drab palto kiyib, kalaskada xadib o'ltirganicha shahar sirtidan yetib keldi. Tungan qurolliqlar uni to'sib, "Tata, o'ris!"
deyishdi miltiq tanglab. Biri "Yo'q, Hojim Tayjining qizi" devdi, darhol shahar darvozasini ochdi. Xo'jam mana shunday qilib tungan atosidan saq qolgan va hayvi topgan edi. Er-xotin bu ishlarni birlikda aslashdi. Hozir Shingdoban yana uningga ko'z tikmoqda. Yaqinlarini tutib, uning yuragini mo'jimoqda. Bo'lmasa, nemishqi savdogarlar, chorvadorlar zoyumini oz oladi-yu, yer teriydiganlar ko'p oladi. Ili tavasida Xo'jamdan yerijiq hech kim yo'q. Demak, bu zoyumni jiq setib verish kerak degan so'z. U Shingdobanga nima yomonlik qilib etdi ekan tan? Uning ota-bovulari Musa Gongdan tartib Melikzod, Xushnizod, To'xtugun, Xalzod, Ma'zamzod, Xizrxon, Bova Xo'jam, Jahongir, ya'ni o'zigacha bo'lgan hekimbarlardan qaysi biri xonning farmonlari bo'yicha ish qilmadi. Qil deganni qildi, tur degan yerida turdi. Garchi Anchiyallon podsha O'ranzib bo'lsiga G'o'lja tavasidagi shimoliy yakda Janubiy 17 ta g'oldan 3 g'olni tanlab ol deganda, u Borosun Tashliqsay jirg'ining g'ollarini tanlab olgan. Bu g'ollarning suvlaridan yangi avat, Cho'luqay jirg'ilang o'stanglarini chaptirib, butun Ili vodisini ko'kartgan. Dehqonlarga bergan yerlardan chiqqan g'usulning 10dan 2sini ekinpaklar elib, 10dan 8sini dehqonlarga qoldirgan. Shu 10dan 2 o'lish bug'doy bilan shunchalik yerlarning dallarini ekinpak to'lab kelgan. 10 atning tökkan dallarining talullari hozirmo sanduqlarda saqlaqliq turmamdi. Ekinpak bo'lib yurt so'rmoq to'limi tas. Bir yoqda hukumat, yana bir yoqda fuqaro. Hukumatga yaxshi ko'rinaman desang, xalq tillaydi. Fuqaroga yon bassang, hukumat seni ayiblaydi, so'laydi, ochiq kelsa o'ldiradi. Manju xalqlari ekinbaklarning g'imi bilan hisoblashgan emas. Lashkarlari tayyorni yeb yotgan. Soni yildan yilga ko'paygan. Nafs yo'g'inib, selixni selivergan. Dehqon bechoraning holi bilan hisoblashmagan. Mana hozirmo qattiq so'g'uqda olvonga ishlayotgan dehqonlar ozmi? Pichoq so'ngakka yetganda Ma'zamzod hekim xonga yongan. Oxir xon beshini yeb, Ili sultonligi barliq kelib jahon tinchigan. O'ruslar bu yerni besib olib 10 yil so'radi. Nuraxunning oqsoqolni ativorladi, bizni chetga qoqdi. Lekin nimali degan bilan o'ruslar yerimizga jiq yenglik akaldi. Odamlar uylariga aynak qo'ydi, taxtayliq uy soldi, mashina ko'rdi. Moskveski so'xna, Girib, Kivrikut, Mahmal, Do'xava deydigan ismi ta'siraqlarni kiydi. Biroq o'ruslar chiqib ketdi. Manjular yana keldi. Shuncha xalq o'ruslarga agishib ketdi. Ili tavasida orali 16 ming Uyg'ur qoldi. Shu ko'shkoshlardimi biz mushu o'rda mahallasidan madarlamadik. 10 avlod mush hukumatning xizmatini qildik. Oli ko'ngillik osiylik qilmadik. Bu hukumatga yanili biz yomon. Kuyog'ol so'laqda, qizim Nazarbandda. Texi mening yanimda odam bor. Men Shingdobanga nima yomonlik qilib edimkin? Ko'ziga sat ko'rinib qopti menga tang. Xo'jam yumshoq massasining qo'njisini solab, cho'nqur xiyolga betib o'tirganda uyga xabarchi kirib keldi. Nizarxon xo'jam odam avatib silni do'tay yomilga chaqirtibdi. Ekimba xo'jamning chiroyi tatirib ketdi. "Lavay", dedi u midirlab qo'yib. "Kalaskini qassim." Xo'jam nagili barsa o'g'lini belli elib oladi. Bu kenja o'g'li chiroyli bo'lib qolmay, aqlli, sazgur va kuyimchan edi. U dadasining qo'l qanti muhofizatchisi, g'ururi edi. So'zlar to'pa, darabdan tashlangan qama yaqiliq bo'ri joy kiygan, bo'yniga tugi yungidan to'qilgan sharpa urgan Xo'jam bilan Moskveski suknidan qora palto, beshiga yarshimliq qora ko'rpidan qilingan quloqchi kiygan, oq yuzlik, qosh kirpik to'kilib turadigan to'limi chiroyli yigit Qiyumba Xo'jam kalaskidan kaynida o'ltirib madrasa oldidan o'tib edi. Nag'irxona oldida kunga qoqilib turishgan taliblar qo'llarini ko'ksiga qo'yib salom berishdi. Kalaska onga aylanib to'g'ri ko'vrikka qarab mengmedi. To'rt ko'cha eg'izidagi do'konlardan odamlar yugurishib chiqishib bir nimalarni deyishdi.
Bir jup jaran qashqa at o'ynaqlab, oyoqlaridan qor tugurchaklarini uchirib, Dotay Yamul Silimbu darvozasi oldiga kelib to'xtadi. Xo'jam bilan Qayinbay xo'jam kalaskadan tushdi. Darvozadan askarlar ularni kirgizib o'tdi. Qayinbay xo'jamni qo'ltiqlab olgan. Ikki yoqdan qator teraklar, qar yog'ochlar shoxlardagi qilin qardan oldiga engishgandek ko'rinadi. Ular salom berib yoki hal aytib atamdi. Xo'jamga hal aytadiganlar ko'payib ketayotgan bu kunlarda teraklarmi, qar yog'ochlarmi ularga hal aytayotgandek ko'rindi. Baylar ular Dotay Yamul oldida mukchib, titrab o'tirishgan da'vogarlar to'pini ko'rmadimi? Daraxtlarning mukchishi ana shularga o'xshab qolgan. Xo'jam keldi. Dedi biri binoning qongaltir peshayvonliq ishki chetida salasuni bor pallampay bilan ko'tarilib chiqadigan ishga oldi tik turib. Kelsizlar xo'jam. U hammaga tunishtumchi tarjimon edi. U bugun menga shuncha bala xushal ha deb o'yladi xo'jam, doim ko'rsada surilib ko'rinadigan to'nchiga hayron bo'lib. Ha, bugun yaxshi xabar bor o'xshamamdi. Alomating xabar, dedi to'nchi. Shusilar sizni saqlayotdi. Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zo'rdin Sabirning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyoti tomonidan nashr qilingan Ana yurt nomli romanini bugun mushargacha anglatdik. Davomini atga anglitishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Shenhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni setib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz.